Bismillah. Assalomu alaykum. Bitvish ko'zlari, chorvish ko'zlari, Hayotbek Uz obunachilari, akalar. Mana bugun 27-noyabr 2025-yil hafta kuniga payshanba, xudo xolasa akalar. Andijon viloyati Bo'ston tumani o'zimiz xonadonda akalar. Sizlarga video syomka qilib chiqaryapman. O'zimiz buqalarni, mesning parodalarni. Akalar, mana turbani to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketaman. Xudo xolasa savollarga javoblar berib, qo'ldan kelgancha videolar o'tkazib olmaysizlar. Mehnatimiz qadrlab bittadan like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ma'lumotlar berib o'tib ketamiz akalar. Mana shu turbalarni akalar bir yil bahorda molxonaning tayini boshqatdan bosib, bunaqalar bo'lib chiqqanman. Mana turbasi, tortilgan turbasi molga jicha past tayini ko'targandan keyin hozir naryoqdan olamiz videoni. Mana obunachilar, bahorda bir yilgi bahorimizda mana o'rtasini bo'ldik. Mana tayinni klon qildik, ko'tarildi. Ko'tarilgan hisobida ash turba o'zini o'rnida turgani uchun turba kaltalik qilib qoldi. Oyoq past tomoni ko'tarilgani uchun bu yoq kalta bo'lib qoldi. Endi xudo xolasa bu partiyani sotganimizdan keyin turbani shu 5 sm ko'tarib qo'yamiz. Xudo xolasa mollar yeganicha qiynalyapti. Buni bo'lib chiqqanimiz sababi shu tayini boshqatdan bosdim, polni g'ishti klon qilib novvoslarga siyganda ham mana qilib keladigan qilib bosdik. Xudo xolasa mana holati. Bo'lish kerak ekan akalar, kim mesning paroda boqadigan bo'lsa, bo'lgani yaxshikan, bo'lsa aqa-baqa bir-birini joyiga yotolmaydi ekan. Mana shu bir xilda o'zini joyiga yotib turaverar ekan. Keyin chiqsa ham, siysa ham shu orqaga chiqib siyar ekan. Mana shu old qismi quruq turaverar ekan akalar. Akalar, buqalarimizni 2 mahal rejim asosida boqilyapti. Xudo xolasa kunjarak, kepak, makka uni beryapman hozircha bularga. Atala-patala qilib berganmiz. Mana buqalarimiz. Sizlarga qisqacha qilib savollarga javob berib o'tib ketyapmiz akalar. Qo'ldan kelgancha. Mana o'zimizni sigirda bolasi, xudo xolasa bu qochib qoldi. Inshaalloh yozlarga tug'adi. O'zimizni mesning parodalar mana. Akalar, bular bahorda oluvdik. O'zgarish chatoq bo'libdi. Endi xudo xolasa bular partiyalarni sotsak, endi reja qilyapmiz. Xudo xolasa ko'ramiz. Yo xunajin, yo bo'g'oz sigirlardan olamiz. Bo'g'oz sigirlardan aqlamiz endi. Bundan keyin mana buqalarimiz. Xudo xolasa bu karta partiyasi, to'rovi, bu kichkinalari